Yo, shuncha uzoq masofadan keldim. Nikkori suddu. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Men qayerdaman? Qaysi davrdaman? Mayli, hozir borib kelay qani. Va nihoyat 7-qishloqqa ham kelib olib, juda ham charchab ketdim. Yo, bu yerda nimalar bo'lgan? Kirib ko'raylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Bu yerda nimalar ochilgan? Bu yer o'zim market derdimanlar. Xo'p. Yo, bu uy kimniki? Yo, hashamatliligini. Ну, mayli. Aytganday. Hammaga hello do'stlar. Men o'sha sizlar bilan Gigi Minecraft, ya'ni Gigi Uz. Bolalar, bugungi videom juda ham ajoyib bo'ladi. Sizlardan bir iltimosim, avval pastga shuni o'tib obunalarni bosib qo'ying. Yoz oxirigacha men 50 k bo'lishim kerak. Avvalambor hamma uchun rahmat. Yo, bu uyligim juda ham zo'r ekan. Xo'p. Yaxshi. Jitilchaki. Salom bo'lakan. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Bor bo'lishi yana. Kim bo'lasan? Siz-chi? Bilmadim nimalar dedi bu. Yo'q, polizim ham yaxshigina o'sibdi. Polizimga borib keyin merga borib kelaman. Aytganda bugun dushanba, merga soliq to'lashim kerak. Telefonim iPhone 11 shu yerda. U qishloqda iPhone 17 bor edi. Xo'p, menga bu kerak. Tak, merda oldiga keyinchalik o'zim borib salaman ko'nib kelaman-da. Meni ham spiskaga kiritib qo'yardi. Mana bularni yaxshilab terib olishim, terib olishim kerak. Soch bitganlarni olamiz, bu yerlarni ham qilamiz. Endi bu yerga chaq ekamiz. Nimalar deyapman? Chaq buni ham ekamiz. Bu yerga sabzlarni ekib tashlayman. Bo'ldi. Endi buni merga aytib berishim kerak. Mer ham yaxshi bo'lsa kerak. Bu yerlarda hali ham hech kim yashamaydi. Qishloqlar o'zlarining boshqa uylari bor, bu yerlar yaxshi, bu yerlar eshiklarini nimaga ochib bilmadim-ku. Mana merning ham yoniga keldik. Kiring. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Mer, men bu yerga keldim. Men 13-qishloqqa keldim. Mana soliqlarni beryapman. Yaxshi. Bugun qishlog'imizga takon karatichi kelar ekan. Nima tushunmadim, nima deydi? Karatichi kelar ekan. Karatichi? Qanaqa karatichi? Mashhur. Mayli. Mashhur ishlarda yutgan. Xo'p. Qizil gilam uchun sandiqdan pul ol. Qanaqa qizil gilam, qanaqa karatichi, qanaqa youtuber mashhur? Eshida xullas. Ol. Nima qilay? Sandiqlardan. Hammasinimi? Xo'p, endi nima qilay? Endi narsalarni sotib oladi. Qanaqa bilin mayli-ku. Karatichi deydi, men qanaqa bo'lasizlar, qanaqa mashhur karatichini bilasizlar yoki mashhur bilsanglar kommentga yozib ketinglar qani. Tak. Mashhur karatichim hozir. Yangiliklardan qidirib ko'ray qani. Mana chiqdi mashhur. Mana bu yerda yozib qo'yibdi ekan 7-qishloqga 14-may kuni bugun mashhur animatsiyonchi youtuber video olgan o'rdi. Animachi ekan-ku, obunachilar qanaqa? Yo'q, karatichi. Anur video. Mana koshalarim. Nima gap? Mayli. Bro. Mayli. Yaxshi. Qizil gilam sotib olishim kerak edi. O'zimdan buyurtma beray. Qizil gilam bo'ldi. Borgandan keyin naqd to'layman. Mayli. Ishimiz kelibdi. O'zim martibga qarorchi buyurtmam kelibdi. Hozir buyurtmamni olib kelishim kerak. Buyurtmamni olib kelishim kerak. Salom qishloqlar. Salom Gigi. Tak. Endi bo'lgan bo'lsa yaxshi. Buyurtmamni olib kelay. Qachon keladi? Soat 7larga kelar ekan kechki. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Nega sakrayapsiz? Mana bu narsaga buyurtma olishim kerak. Buyurtma ham keldimi? Tak qaysi sandiqda?
Ikkinchi qatorda o'rtadagi sandiq. Ha, mana bumi. Yo'q go'shtimi? Qara shularda. Tak, mana tepada. Sizdan yo'q. Tak, qochib turing. Qochib turing. Ha, mana bo'ldi, topdim. Mana pullari. Tak. Qolgan 2 stak babam o'zim olib qoldiraman, chunki u stak ortib qoldi. Mayli. Rahmat aka. Arzimaydi. Tak, endi ha mana shu yerdan kelsa, tak mana bu yerdan yo'lak qilishim kerak. Xo'p. Juda ham uzun, yo'q. Tak, juda ham uzunligini inobatga olmaganimizda ular qayerda o'tirishlari mumkin? Tak, mana bularni olib tashlayman, mana shu yerga bitta joycha qilib qo'yaman. Hozir keling mer. Demoqchidan o'tib ketdik. Mana bu gilamlarni qo'lim bilan olay. Tak. Jad ko'p buyurtma qo'yarman, mayli. Tak, bularni ham olayin qani. Bu yerga pak qo'yamiz degan. Tak, mana bu yerlardan yurib kelib, mana shu yoqda xarosh mana shu yerda gaplashib o'tirishadi. Stol buyurtma beribman-ku. Yo'q, buyurtma berib qo'yay. Mana shularni hozir nima qilsam, bu yerlarni ham yopib qo'ysam, degan bu yerda ochsam, mana bu yerdan kirilsa, tak bu yerda bunday qilib, mana shu yerlarga nima bo'ladi hozir? Kameralarni buyurtma berdim. Kameralar kelsa, ular bilan o'tirishadi. Kiradi. Mana bu yerda stol qo'yaman. Stoldan buyurtma berganman. Stol qo'y, mana qayerda stol qo'ysam. Mana shu yerga stol qo'yaman. Keyinchalik kameralarni ham o'rnatib chiqaman. Yo'q qilib qoldim. Hozir stol kelganmisa, hozir bir qarab kelay qani. Aka, buyurtmalar keldimi aka? Dada keldi mana. Qara sandiqda 3-qatordagi. Xo'p, mana bu yerda bor ekan. Endi bularni tepaga olib qo'ysam ham bo'laveradi. Ortganini men o'ziga beraman. Mana pulini qo'ydim aka. Aka. Dada bo'ldi, rahmat. Tak, endigi navbat kameralarni o'rnatishni olim. Stolni o'rnatishim kerak. Tak, mana bu yerga stolni qo'ysak, mayli. Tak, mana bu yerga stol. Tak, mana bu kerak ekan hali. Mana bu yerga bunday qilib turib, tak qanaqasiga kamerani qo'ysam normalda. Bu kamera bu yoqda olsa, tak buni qo'yib turib, buni ustiga qo'ysak, bu kamera bu yoqda olsa, buni tak nima qilsam, endi bo'ldi. Kamera bu yoqda olsa, bu kamerani mana bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Telefonimni olib chiqishim kerak. Tak, ulandi. Bu tarafda ekanda olgan joy ulandi. Bo'ldi, mana shu kameralar bilan olinadi. Endi kelishini kutamiz. Mana bu yerda kuzatib o'tiraman. Kameralar qanday ishlayotganini. O'zimga mana bu yerda kameraga qo'yib qo'ysam, bo'limda o'tirib olishim shart emas aytganda men kuzatib o'tirsam yaxshi. Bo'lib kuzatib o'tiraman. Buni olib o'tishim shart emas telefonga. Endi merni kelishini kutamiz. Kimdir bu? Yo'q, merlar qani buni? Merlar qani buni? Yo'q, bunachilar mer yo'q. Mana keldim, mana huzurda sal kech qoldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Bugun bizning qishloqqa nima niyat bilan? Xullas hayajonlanyapman. Men chunki men emasman, men qayerdaligini bilmayman. Xullas nima uchun maqsad kerak inspeksiyalar. Xo'p, tashlanib oldim. Xo'p. Assalomu alaykum. Men 7-qishloqning merining o'rinbosariman va bu kameralar hammasi bu bizning qishloq. Xullas, nima maqsadda keldingiz? Video olish uchunmi? Ha. Xo'p, video olaman desangiz biz sizga o'zimiz alohida uy ajratamiz, faqat
Bir kungina shu yerda o'tirib kutasiz. Yo'q, bir kun emas, endi 5 soatchada kutasiz. Xo'p. Hozir kelaman. Merda topib kelaman. Yo'q, bunachilar mer yo'q. Yo'q.